Assalomu alaykum. Kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi aqlli, zukko, bilimga chanqoq bolajonlar uchun Jahon xalq ertaklaridan Yog'och uycha nomli kitobini o'qishni tavsiya etadi. Aziz bolajonlar, hamma zamonlarda ertaklar insonlarni yaxshilik, ezgulikka da'vat qilib kelgan. Ulardagi qahramonlar doimo yovuzlik va zulmat ustidan g'alaba qozonishgan. Shunday ekan, har bir bolaning ertak o'qib ulg'ayishi, dunyoni tanishi muhimdir. Ertakdagi qahramonlar, hayvonlar, qushlar, baliqlar bo'lsa ham aslida odamlarga juda o'xshashadi. Odamlardek gapirishadi. Kitobdagi har bir ertak 3 o'zbek, rus va ingliz tillarida berilgan. Ularni bir-biri bilan solishtiring. Bu til o'rganishingizda juda muhimdir. Aziz bolajonlar, ushbu kitobni o'qishni xohlasangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.